Sizga nisbatan yoki masalan bitta insonga nisbatan adolatsizlik, haqsizlik qilinsa, inson xohlab o'zi adolatparvar inson, adolatni yaxshi ko'radi, tabiatan shu instinkt bor-da. Shu sizga qilingan haqsizlik kim tarafidan bo'lsa, shu odamga tezroq qaytishni xohlaysiz, xohlab ketasiz. Lekin inson xotirjam bo'lish kerak ekanki, baribir qaytar ekan. Qaytar dunyo ekan bu dunyo. Sizga kim haqsizlik qilgan bo'lsa, unga nisbatan haqsizlik qilinadi. Kim sizga adolatsizlik qilgan bo'lsa, unga nisbatan ham adolatsizlik qilinadi. Bu qaytar dunyo. O'shaning uchun inson shoshib ketadi. Ulug' zotlardan bittasiga bitta musibat kelgan ekan. Keyin shu odam aytgan ekanki, men buni 35 yildan beri kutaman degan ekan. Men 15 yoshligimda qonim qaynab turgan paytda bitta insonga nisbatan haqsizlik qilganman. Shuni 35 yildan beri kutaman, mana keldi degan ekan. O'shaning uchun kim sizga haqsizlik, adolatsizlik, nohaqlik qilsa, albatta keladi u. Eshitasiz, vaqtlar o'tgandan keyin, falon ish bo'pti unga desangiz, xuddi sizga qilgan ish bo'ladi. Ya boshqachasi ham bo'lmaydi. Xuddi sizga qaysi tarafingizdan nohaqlik, adolatsizlik qilingan bo'lsa, shunga ham qilinadi. Qilinmasa, baribir qilinadigan kun bor.